hamma joyda aksiya skidka qilib berilgan. Biznikilarga nechta pul berasiz? O'zimiz deylik. Ko'ylakcha. O'zimizga tushirgan mayka. Bozorda sotilayotgan maykada 3600 so'm. Tushkicha 2400 Germaniya uchun chiqqan dedingiz aka bular. Germaniya uchun tikilingan mana. Germaniya narxi bo'lmasin aka, to'g'risi. Siz kilosi 50 ming qilib beramiz. 50 ming ha. Bizga bor tushirgan. Bunga qiziq bo'lsa, upakovkada bo'ladi. Qayerda bor? Bunaqa narxga. Qarang, cho'ntaklari ham bor. Yipi bor, oldi zamonga bor. Ikkitalovi kiyimlarni boshlayapsiz, ham assortimentlar yozgilarni o'zi boshlayapsiz. Shortchalar, Detskiy shortchalar, tursinchalar, futbolkachalar, bluzerlarni olib qo'yib ekan. Hammasi ular fabrikniy ishlar aka. Fabrikniy shu ikkinchi sort tovarlar. Ikkinchi sort tovarlar. Xohlagancha bor aka, xudo xohlasa topib berilaveradi mana kechalar, bluzerlar. Aka ularni ham qancha berasiz? Kilosi 65 ming. 65 ming? Aka bizni o'zimizni auditoriya mana shu keraklar, YouTube'da ko'radigan auditoriya uchun hamma joyda aksiya skidka qilib berilgan aka. Biznikilarga nechta pul berasiz? O'zimizniki aka. O'zimiz mana sizdan ko'radi, aloqaga chiqadi. Shu reklamatordan chiqdi aka bizni. Shularga nechta pul berasiz? 60 ming qilib berasiz aka. Gap. Birodarlar 60 mingdan qilib beradi. Maykalar, mana mayka 48 razmerli maykalar. Mana ham bizga 50 tushadi, ukalarimiz mana turibdi. Hammasi sizlarga 60 mingdan akam las pullar qilib beradi. Aytdim menga aksiya qilaman deganingiz bor. Uni alohida narxga gaplashamiz. Yubkachalar, ko'ylakchalar manikinda, hammasi manikinda bor. Mana shu hammasini men olyapman bitta qo'limga. Ishtonchalar. Bitta futbolkacha bor ekan. Ular bitta narxni men sizlarga ko'zlangda 60 ming uraman. Birodarlar, rostdan ham realni bo'lgan narx. Mana futbolka 3600 so'm. Qayerda bor? Sotuvchilarga bormi degan joyi mana shu bo'ladi. Futbolka rostdan ham maykachalar. Kichkina bolachalarga Detskilar 2400 so'm. Yangi narxlar. Bitta mana ishtona ko'ylakchalar manikindagi ko'ylakchalar mana. Ko'rsataylik. Ko'ylakcha 4800 so'm. 4800 so'm. Mana ishlarni ochib ko'rsatay, haliga hali xatdagi ishlamasda. Ko'rasizlarmi? Ishlarni qaranglar. O'ta cheklarni qaranglar. Bemalol ko'rsatilyaptimi? Mana tikilishlar qaranglar. Bularga qolamini degan narsa ishni olib ketib sotaveradi. Kim olib ketib sotmoqchi? Eng kam ishni olish kerak ekan? 10 kilo dastlabkiga. Dastlabkiga. O'zlar kelishadigan bo'lsa, xohlasa 100 kilo, xohlasa 1 kilo oladi. 1 kilo ham olaveradi. Qisqa bo'ldi, bachkasi. 4800 so'mga, qisqalarga. O'zimizga mayka. O'zimizga tushirgan mayka. Bozorda sotilayotgan maykada 3600 so'm. Endi buni kamchiligi nima desang, shu kamchiligi bitta odam kam bunga. Shu boshqa kamchilik bitta topolmaysizlar, ko'ringlar. Ahvolini tikish ishlari. Hamma yo'g'i cho'tki. Bozorda sotayotganlardan zo'r. Chunki bular chet elga eksport qilingan. Rossiya, boshqa Germaniya, boshqa davlatlarga chiqadi. Alohida. Mana shu kichkina 3600 so'm. Mana futbolkacha kichkina bolachalarga 3600 so'm. Mana turskicha 2400 so'm. Hech qayerda yo'q narxlar. Bular optimga faqat to'g'ri tushuninglar. Telefon bir dona 2 dona olaman deganlarga to'g'ri kelmaydi. Mana futbolka. Bular Germaniya uchun chiqqan dedingiz aka bular. Germaniya uchun tikilingan mana. Germaniya davlatlarida bilsang, Yevropaga chiqqanlar ular keng tikiladi. Ya'ni razmeri 2 bo'lgani bilan tikilgan. Chunki ularda bizga o'xshab tor narsa, uspiy narsa ko'p kiyilmaydi. 12 mingga to'g'ri kelyapti. Mana tikilishlarni ko'rsatib mana. Mana tikilishlari ko'rishlar mumkin. O'ta chiroyli, silliq tikilingan. Ichida yurganlar bizda endi asosan shu olib sotadiganlar yaxshi biladi. Cheklar to'g'ri keladi. Cheklarni qaranglar. Mana yelkalarni tikilishlarini qaranglar. O'ta chiroyli tikilingan. Gap yo'q. Bular o'sha narx 60 mingdan biznikilarga beradi. Aksiya, aka buni hech qilib beradi. Bizga boshqalarga aytilgan narx bo'lmasin aka, to'g'risi. Endi sizga bu kilosi 50 ming qilib beramiz. 50 ming ha? Ko'proq olganga. Ha, bo'ldi. Jinsi bryukchalar. Bo'ldi, mana. Jinsi bryukchalar katta kichkina, ikkita olamati sizlar uchun ikkinchi sort bo'ladi. Mana buni sizlarga qotib beraman. Mana kichkinasi 50 ming. 10 mingga to'g'ri kelyapti, birodarlar. Shuni kim olmoqchi bo'lsa, bunisi 14 mingga to'g'ri kelyapti. 50 mingdan urasizlar buni. Bundan bir 3 qop adashmasam, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 3 qopdan 3 qop qoladi. Mana shu chet-chetda qolgan narsalar. Bunga aloqaga chiqib telefon nomeri 90 854 72 97 72 97 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telegram bor, shuni beradi. Narxidagi narsalarni ham shunaqa 60 ming qilasiz ekan. bular 60 ming. Asosan ayollarga bo'lgan o'zimizga futbolkalar bor. Bu tarafdagilar musko futbolkalar. Yoqali, yoqasiz. Yoqasi mana futbolkalar ko'rsataylik. Bu tarafdagilar jenskiy futbolka, nachnoshka, shunaqa narsalar. Xalat. Tuymali ekan bunisi. Bizga mol tushgan. Bunga qiziq bo'lsa, upakovkada bo'ladi o'zi, upakovkalar. Har bir donadan upakovkalardan. Qiziq bo'lsa mana shu futbolkalardan. Bu futbolka yoki aralashtirib olaman deganlar uchun aralashtirib olaveradi. Lekin bu hozir
bir donadan ekan. Ha, bir dona. Bir donadan bo'lsa bitta qilib olib turadi. 10 kilo olmoqchi. Shu bitta pachka bo'lsa, bitta pachka bitta Xohlasa bu rangidan, xohlasa hamma rangidan bittadan oladi. Lekin mana bo'lsa bo'ladi. Bitta rang qolib ketdi, qanaqa ekan? Bular ichdi ekan. Mana shunaqa bo'lsa, shularni olib kelamiz. Bular bilan yana to'g'ri tortib beraylik. Ko'pchilik ayollar narsasini mana bu zamokli, bitta zamokdan olamiz. Ikkitadan shekillar. Ularni bilmayman. Bular bittadanmi? Ha, bittadan. Yana qaysi bittadan? Mana Aha, bu jenskiy futbolka. futbolka, jenskiy. Jenskiy futbolka mana xalatni yechib olib qo'ying. Mana bunisi. Nima rasmi? Nima rasmi? Ha, bu sarochka bu. Sarochka. Mana bu xalati. Xalatmi? Osonda. Tayyor ko'rsatib berish oson. Mana bularlar 60 mingdan, 60 ming qilaman dedingiz. 60 ming. Mana xalat. Realni bizdan ko'rasizlar hozir. 14 ming 400 so'm. Qayerda bor? Bunaqa narxga. Qarang, cho'ntaklari ham bor, ipi bor, oldi zamogi bor. Hatto tayyor. Shuni kiyadi, bo'ldi, tamom. Razmeri 48 ekan. 48 bo'lgani bilan bularniki to'shni tushadi. Fabrikniy ish bo'lgani uchun. Mana bunisi 12 ming. 12 ming so'm. Sarochka. Sarochka ekan. Buni ham razmeri 50 ekan buni razmeri. Bemalol o'sha akamiz berayotgan nomerga aloqa qilib qo'ysa, bu futbolka, Aha, 8400 so'm. Jenskiy futbolka, pechetlari bo'lgan. Pasport pechet urilmaydi, eksport bo'lgani uchun. Mana bunisi ham xalat. Bu yangi yo'q xalat. Yangi yo'q xalat, aytdim, manikinning turgan edi. 14400 so'm bu xonamdan sotganimiz. Bemalol aloqa qilib qo'yadi o'shalarga. Dastatyolar bor, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham aka. Bunga qadar aloqa qilib o'sha nomerga. Telegram gruppaga bo'lsa yangiga. Ha, shu gruppamizga tashlab turamiz. Telegram. Yangiga keladi aka. Yangiga keladi birodarlar. Juda ham chiroyli narsa. Haligi tortganimiz 14 ming chiqqan. Mana yangi bor. Mana yangi bor. 14400 so'm chiqdi bu. Ha. 14400 so'm. Yana telefonlarga qayta olasizmi aka? 90lik, 90lik, 854, 854, 72, 97. 72 97 raqamiga aloqaga chiqinglar. Juma kuni, juma vaqti 11 dan soat 2 gacha bezovta qilinglar. Kechasi soat nechiga chiqdingiz? 10 gacha. 10 gacha so'radi. Agar Zorodan kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol biz uchun aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa, hech qanday ochib berolsa, endi Zorodan, Buxoro, Xorazmlardan kelmoqchi bo'lgan klientlar ham bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib olsa, xudo xolasa akamiz qo'lidan kelgancha yordam qiladi. Imkon boricha 60 ming qilib berishadi. Aytishdi. 65 ming desa, shunaqa shu reklamadan chiqdi, 60 ming beravering desalar, qilib berishadi hozir aka. Salom do'stlar, birodarlar, bizlarga ehtiyot qilinglar. Rahmat aka sizga. Mayda, assalomu alaykum.